Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Bugun mana sizlarga qashqarboqlarimizni ko'rsatamiz, sotiladigan. O'zlaringiz ko'rib bahosini berasizlar. Biza bugun ko'rsatadigan qashqarboqlarimiz ikki xil bo'ladi. Bu masalan musikalnikda endi qashqarboqni o'rganishni boshlamoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun mana uchebnik. Bu ham lekin professional o'yma kosa tut daraxtidan, mana zakasni qanaqa kosadan bo'lsa, bu ham shunaqa o'yma. Yurak parda qoplangan, dastasi yong'oq daraxtidan, quloqlari temir quloq bo'ladi. Nimaga temir quloq? Masalan, yog'och quloqni yosh bolalar kuchi yetmaydi to'lashga. Ham bu bitta sozlaganda sozda turadi. Shu taraflama udobniy. Dastalari ham hamma joylari professional. Bu qashqarboqimiz narxi 1,5 million. Professional qashqarboqlar $400 bo'ladi. Shuning uchun ham orasida katta farq bo'ladi. Mana endi xudo xolasa hozir ovozlarni chalib ko'rsatamiz. O'zlaringiz baho berasizlar. Hozirda sotiladigan ruboqlarimiz shu ikkita ruboqimiz bor. Bu ruboqimiz 1,5 million. Keyin ikkinchi qashqar ruboqimiz zakasni 2017-yilda yasalgan, ta'mirlanib 100% ta'mirdan chiqqan qashqar ruboqimiz. Bu narxi, bu qashqar ruboqimiz narxi 4 million. Kelishtirib chiroyli qilib qo'yganmiz.